deydigan. Endi şu beatlarım bikağı çıkmagandı dep oylayman. Ha şu Çıkmılık kiyim kiydiken de demek. Şunundan men körüp agıl buldu. Ularning kiyiniş alayın hem kim hap tavarını köp giydiganlygydek bir haqiqatga ilgir sürgül buldu. Ondan başka bu resimlerde bir er ayağını köydüm ben. Şundaq çıraylık yasanğan bir murasimga mangandek turdu. Ve padişahken şu Küsen Han bilen han işken. Han cemaatinin kiyindiğalary ayrım qaraplan haqning bu awamken yoki bu han cemaatideki dep belgili buldu da. Maşu Türk Tilla Divanı'da ilqi nemo dideklerninki beşiğe atılgan Parijisinin nemo liçekning ismi ayrım, Parijisinin ismi ayrım aşındaq buldu eken. Kullarning kiydigan kiyiminin ismi başqaça, baylarning mertebelik han cemaatidekilerning ularning yana kiydigan kiyimlerinin isimleri başqaça aşındaq kendik. Yana bir adamni jalb qildigan narsa bu Budizm davri kiyimlerinki masalan tikçilik texnikalary naiti terakki qilganken masalan qo'sh etek deymiz ku. Qo'sh etek, qatlaq, pürme degandek şu xil murakkab texnikalarmi qo'llanilganken. Endi ularga maslaştırıp yana onun zibozinnetler Zibozinnetler, Mervayit, Yaponiya ekspedisiya atirtininki Turpandan tapkan resim eken ma Muşunundan şu kiyim keçek medeniyetimiz hem girimçilik, ayallarniki yasınış alayligi şularını körüp agıl buldu. Ma bir taklidi resimke bir Uygur ressamning muşu resimlardan ilhamlanıp sızıp çıkkan naytır renklik hemmisi közünü kamaştırdıgan bir kiyim keçek alaylıkka ega dep qarsak boldu. Endi Budizm haqqida Budizm davridagi kiyim keçekler haqqida mushunchalik to'xtalsak, onundan keyin endi ma yaqinqi zamonga keldik-da. Yaqinqi zamonni endi mushu 1940-yillargacha dep qarsak endi onundan keyingileri hozirgi zamonga tava bolsa, onundan keyin endi ko'pligan masalan madaniyatlarning ta'siriga bek uchrab ketibdikanmiz. Hem yıl chet elge chiqib o'qiydigan kishilarning sonining eshishiga ergishib, chet elning kiyimlarini kiyishimi biroz umumlashib, turli biroqlam endi qadimgi kiyim kechaklar, an'anaviy kiyim kechaklardan sakrablam boshqacha bir kiyim kechaklarga o'tib ekanmiz. Endi shu hozirgi zamondagi, yaqinqi zamondagi kiyim kechaklarni endi cho'ng turlarga ayırsak, endi materialga qarab, yozliq kiyim, qishliq kiyim, cinsiy ayrımısı qarab, erler eginleri, ayallar eginleri, ayak kiyim, baş kiyim, hem bu devirlerde bara-bara bayıdap ötken şu ictimai ornu qarab kiyiniş alayligi bara-bara suslap meňip diken. Hem de hazır bilgil bolmaydy o kim bay, kim kembagal, kim palvan, kesbi qarab kiyinişmi asta-asta çüp kaldı. Hem de Uygur kiyim keçekleri bagan seri takatlam murasim kiyimi bilen texnik kiyiminin endi rolunu ep qawatydy. O wagtda yana birisi endi muş ijtimai orny salayetiga qarab kiyiniş degende endi yaqinqi zamanda undaq palvallar, çevendazlar bolmusymy? Masalan, elqa baylar ayrım, sodigar taypistikiler ayrım, dihallar ayrım degandek. Hem elqa salayeti bir kişininki toy qilganmy, öýlengenmi, yoki bu näwri kögenmi degandek insanlarninki salayeti qarab kiyinişmi terakki qipdiken. Bununğa misal qılıp men juwancha dep juwan toyu, saçbaq toyu dep toylar bolupdiken şu juwanç kiyimni biraz tanıştırıp ötey. Endi yaqinqi zamonga ait mana Uygur kiyim keçekleri bularga qandaq qaysi manbalardan hüküm qilsak boldu degende men yana endi vatandagi mushu chet elliklarninki bizning vatanga berip tatqan 18-nji 19-njy 20-nji asrning başlarida endi nurgunlagan missionerlar, seyyahlar, tadqiqatçılar, Uygurşunaslar şeýlelerge berip nurgun resimlarni tatqan. Ma resimler endi bir kısmı Şivesiya etnografiya muzeyida saqlanatydy, bir kısmı ma Amerikadaki
Bosxart dep bir muhbir hem fotograf kişiken muşu. U kişi ranglik aparatı tatipken, lekin ma resimler hemmisi keyin rang bergen resimler. Hemmisi qara resimler. U vaqtidagi texnikalar bo'lmagandikin. Muşu resimlerni sizler ko'rsatgan keldi. Naytli chiroyli kichik qizlarning hamda yip egirib atgan resmi. Yana birisi muşu bizning vatanimizda nurg'un qo'l yozmalar saqlangan hamda chet ellarda saqlanyotidi. Kiyim-kechaklarga oid masalan to'qimchilik risolasi, bobkorlik risolasi degan risolalar bor, mo'zozlik risolasi. Undan boshqa shu ba'zi qisqaroq shaklda yozgan hamda Gustav Rackut deb bir uyg'urshunos turkolog bor, ko'p qarindoshlarimiz bilishi mumkin. Shu Gustav Rackut shu Muhammad Ali Axun, yana birisini ismi unutib qoldim, Vali Axun degan ikki kishidan, shu ikki kishi o'lima kishikan, shular yozgan ham qo'l yozmalar. Mau kiyimlarning bayoni deb kiyimlarning bayoni. Mushuni shu Muhammad Ali Axun bilan Vali Axun yozgan kiyim-kechaklarning bayoni. Mushularda zodi nimalar bayon qilingan, u vaqtdagi kishilarningki umumiy kiyim-kechak saviyasi, qaysi tabiqalarda qanday kiyimlar kiyiladi, bu kiyimlarning ismlari nima degan ma'lumotlarni mushu qo'l yozmalarga tayinimiz hamda buningda. Mana shu missionerlarning yozgan xotirlari hamda ba'zi qo'l yozmalarni, ba'zi risolalarni tadqiq qilish ham o'zim o'qib chiqish jarayonida azroq bu vaqtda biroz tushunchalarga ega bo'ldim. Shuni qarindoshlarim bilan bir o'rtoqlashib ko'ray. Endi mushu bizning 150 yillik hamda kiyim-kechak madaniyatimizga hamda mushu rasmlar ham boshqa manbalar orqali biroz hamda nazar sog'ili bo'ldi deb o'ylayman. Ham qimmatli material bo'lib saqlanmoqda. Hamda bu ayollarninkidan boshlaylik hamda bu rasmlarni. Kiyim-kechak haqida kitob yozishmi oson emas-da, hamda nurg'un millatlarning kiyim-kechak haqida maxsus albatta 100 yil burun yozilgan kitoblar bo'lmasligi mumkin hamda. Haqiqatan. Mahmud Qashqaridan tatib kiyim-kechakka ahamiyat berganlik, nurg'un kiyim-kechaklarni lug'atiga olganligimi kiyim-kechakninki nihoyatda muhim ekanligini isbotlaydi. Uning uchun qutatib insonlarning chiroyli kiyinishi, ratli kiyinish kerakligi bilan munosabatlik bayonlari bor Yusuf Xasajibning. Bu hamda kiyim-kechak madaniyatininki, Uyg'urlarninki hayotidagi ahamiyatini ko'rsatdi. Niye çıkartma resimler? Her devirde bir alaylıkni görüp ağıl buldu ekende. Bu resimlerimi şundaq rangdar endi bu devirdeki ayollarning kiyinish alaylığı şu güllük, rangdar, uçuk ranglı kiyimlarni kiyip diken. Endi her devirning o'ziga xos mavilik lopnerdan tepilgan u zamonlarda bundaq endi rang texnikasi deymiz, to'qimchilik texnikalari unchalik taraqqiy qilmagan ekan. Bu mashu sol tarafdagi shu Bosxartning tatgan ranglik rasmi. Ma o'tirdiki bu Jon Törnqvist deb bir missioner kishining tatqini, ma o'ng tarafdagisi bu Qambar xonimning sahnada usul o'ynab turgan rasm ekan. Ma shu bir qism missionerlarninki ham bir ekspeditsiyachininki tatqan rasmi. Ma bu o'tirdagisi etnografiya muzeyida u bo'ygan rasm ham keyin bo'ygan. Ayollar bu Balıska bu asli bundaq ranglik emas hamda. Bu davrlarda ayollar mana echitday bo'lsa Havadurdan kiygan. Havadurdan to'g'ri uzun ko'ylak kiyib ustiga parija yep bilib parijining yengini sapmaydi ekan tuqqan. Ko'proq endi bu missionerlarimiz Qashqar yakanda faoliyat qildi ekan. Xotan atrofi hamda shu Tangirtaygining janubidagi rayonlarni hamda Uyg'ur kiyim-kechaklarning hamda vakili deb mushu yoqlarni ko'proq material bor hamda bu qolgan rayonlarga oid materiallar ancha ko'p emas. Bu ayollar ustiga shundoq kiyib lichak ortadigan tuxma rasmlardami, boyqi rasmlarda lichak bor qarsak, uzun shu topiniga tikildigan lichak ortadigan ayollar bor ekan tuq.
u xil lecakni gardish deydi ekandik, bahri deydi ekandik. Yana bir butunlay shu kash tikib chiqqan bir lecak bor ekan, uning ismini gardish deydi ekandik. Endi mush ilmi dozliq bilan tikilgan bir ton bor ekan, butunlay shu ilmi kashti bilan tikilgan. Uni baftu deydi ekandik. Bu atalg'ular hozir ko'p qo'llanilmaydi, lekin endi bilvasak yaxshi deb qarayman. Şu resimdeki ama Sodigar tayipsidagi bir vakil xarakterlik bir oila ekan. Buningda endi erlarninki kiyimi erlar nimada ichiga ko'ylak kiydi ekan, orqasidan teshiga mandaq paxtasiz yoki paxtaliq kanzurlarni yoki yekteklarni kiydi ekan. Lekin erlarning birlam tugmasi bor. Aha. Erlarninki birla tugmasi bor ekan to'qlaydigi. Ham ayollar shu vaqtida tugmiga bak ahamiyat berdi ekan. Butunlay shu ko'z qo'yib yoqutdan mustaq tangilardan misqal, altın tugmilar. To'g'ri, bak ahamiyat bergan. Yana birisi yoqiga bak ahamiyat beradi debdi. Shu cho'ng yoqini yaxshi ko'radi, tik yoqqa, cho'ng yoqlarni yoqtiradi degan xotirlar bor ekan. Bu erlar endi qaraydigan bo'lsak, rasmlarda erlarning hammasining belida poti bog'liqlik. Bu poti bog'lash xuddi budizm davridagi kamar taqig'anning davomi deb tushunishga bo'ladi. Bu xil odat yanlam saqlanib qolgan. Garchi endi buning shakli o'zgargan bo'lsa-mu, endi bu potininki ham belni issiq tutish, ham go'zallik berdigan shular bir nemisimi bor roli. Ammo shu potisi qarab erlarniki tomka desakmi bo'ldi. Potiq nurg'un narsalarni soladi, ona ait ason. Endi erlarniki onun uchun ham potilik belig'imda bog'lag'an bir narsa emas. Nurg'un ham go'zalligiga bir yoqdan uningga ahamiyat beribdi. Masalan, yosh erlar ochiq rangli, beg'irang rangli potilarni bog'laydi ekan, lekin bo'ytaq erlar seriq ranglikni bog'laydi ekan. Endi ajrashib ketgan yoki bo'ytaq erlar seriqni, yoshqa cho'ngroq kishilar qaramtul, ko'k, yeşil degandek potlarni bog'laydi ekan. Ma'ningda qalandar darvishlarning rasmi qarsak, ular kula jandilarni kiyib olgan. Ularmi o'z vaqtida endi mush jamiyatning bir turkum bo'lib yashagan ham bilamiz. Mush xil kulalar misal turib uchraydi. Ayollarningki beshda har zaman shu pay qistirish odati ham toj deymiz. U yana davomli gapdi ekan, uzluksiz ta qadimdan tatib bu izchillikni ko'rgan bo'lgan. Mana erlarniki potda bog'lagan vaqti beshiga tumoq kiydigan, anandan keyin mo'tivar kishilar do'ppining ustiga salla yo'ga ekan. Dehqonlar faqat yaktak kiydi ekan. Endi boylarning kiyim bilan biroz dehqonlarning, hunarvanlarning farqlandi ekan. Erlar mana xemir yeyib o'tiribdi, erlarga yarishibdi xemir yeyib o'tag'ini. Ularning do'ppiga diqqat qilsak, bu badam do'ppilar. Badam do'ppining ham dastlabki vaqt ekan. Bu badam do'ppi ancha ko'p uchirmaydi-chi bu davrda. Hozirgi badam do'ppilar endi mush xil do'ppilarning tadrijiy o'zgarib, taraqqiy qilib kelgan shakli ekan. Mushu do'ppilarning nusxalariga bir diqqat qilsak, mana atlas u vaqtida atlas, tavadurdun, kimxab har xil raqlardan kiyinib ekan, paxta, xasa, ko'proq ishton, shim ayollar ustiga qandoq kiysa, ostiga shu xil shimdan tavari, shalvar kiyib, paxtaliq bo'lsa uni inchigarak kiyib, beshiga do'ppa, ba'zilar lechak atadiganlar bor ekan, atmaydiganlar bor ekan. Bu atlasni ko'rsam qaytadan mana bu xil nusxa hozir belig'i qo'lni tirab turgan bir nim bor mana. Bu men siz avval ko'ryaptim qo'yamsiz. Qara. Ashunday qadimgi bir nusxaga qarang. Bu ayollarning simvolika. Mushuchu qo'lni belig'i tirab turgan ayolga buning ismi. Bu nayt qadimgi bir nusxaga qarang. Hakikaten hayran kaldım.
Muşu qadimki bir nusxani düşegenke. Nurgun atlaslarımızı ba bu resimçu. To'g'ri, hozir bakki taqiq qilib o'zgarib sal turib atlasni yana ko'rsak, bu xil nusxani uchratmaymiz siz degandek rosa. Birdan turib atlas haqida ve bunun ismi barke. Bir kolunu belirtirib turgan ayol nusxası. Hem de işte tercüme kılsam. To'g'ri, mening ko'zimga ayol ko'rindi buning. Bir ayol ko'rindi mening ko'zimga muhtus. Şu ben nusxada qarablaşını gördüm. Bununki ismi var ki. Ben ait qadimki bir nusxa bu. Şu ba'zilar endi buni O'zbekistondan kelgan, u bu deydiganlar bor, lekin sal turib atlas haqida biroz yani tushuncha berib o'taylik. Endi bu baş kiyimler kelsak, endi otsiz turk bo'lmas, bo'ksiz baş bo'lmas deydigan maqol tamsil bor ekan Turk tillar divanida. Shunga har davrda biz shu baş kiyimdan ayrilmab ekanmiz ham. Baş kiyimning o'rnini aytdi. Yuqur ekanda. Endi yana bir rasm tek balayman. Atlasning bek chiroyli ekan atlaschu. Nusxalarımın ait qadimi. Mau endi oyoq kiyimni boshda mana oyoq kiyimni boshda tushuntirib o'tayim. Bu vaqtida boy o'tib kiydi deb o'tib ketdim. Erlar, ayollar o'tik, masa asosiyatni andaq cho'riqlarni kiymaydi ekan, o'tik, ham poshniliq, poshnisiz hem kalash kiyadi ekan. Bu rasmlarda mushu o'tiklarninki hozir etnografiya muzeyida bor. Shu hammasininki ayrim ekan, asti chiqidi astidagi oyoqchi. Paşnılığı va paşsızsa kalash hammasi. Erlar endi o'zimizning masalarini kiygandan boshqa yana Hindistondan kelgan shunda Qrim masisi deydi, Amerikan masisi deydi, shunda chetning maslarimi qarag'an shu chog'larda import qilinib ekildigan o'xshaydi. Nayt chiroyli bu nimalar? Nayt chiroyli bu. Ko'rib deylik. Mana ma'mu oyoq kiyimlar, ma'u kash, mana poshnisi ko'rinib turmam, ayrim shu kalash. Ma'u qo'l ilmi dozliq bilan tikkan shunda oyoqlarga qo'l bilan nima degan nafis. Ma'u hozirgi moda oyoqlarim o'xshab qoldi ayollarninki. Xurum oyoq. Ma'u bir paxtaliq paypoq ekan. Ma'u zibu zinnatda shu vaqtdagi zira halqi bir tumar qutisi. Feruze, taş, kümüş, altın qatarlıq. Hem de baş kiyimden atlap ketip kaldınız mı? Atlap kaldım baş kiyimde. Baş kiyim battı. Bu zibo zinnetler mesela Köktürk Xanlığınınki bir mazırdan tepilgan zibo zinnetlerini köygen ben bizim okut koştuğumuz yertike burun. Hakikaten ait chiroyli şu altından qilgan, ondan keyin qo'lining uchuğimi üzük taqaydi ekan, qo'lining uchuği undaq kirgizib oldiganchu. Kichikroq qo'ygan, shu ko'k monchoqlarni qo'ygan üzüklarni ko'rgandim. Hakikaten hozirgi nimalarga o'xshab qoldi. Sirg'ilar, o'xshab qoldi. Üzüklar shunda. Şu bu Uyg'ur ayollarining o'sha zibu zinnatga oid yerismanligini bu chet elliklar ko'rib, shundoq tasvirlab ekan bir jumla esimda qoldi. Bu Uyg'ur ayollari shunchalik yerismanki zibu zinnatga birisi taqsa, uni qag'inimi shuni o'xshashni elib taqimigacha bo'ldi qilmaydi deydigan gaplar bor ekan. Hamda hozirmi bu odatlar ya'ni yo'q degilimi bo'lmaydi hamda. Ma do'ppilarga diqqat qilsak, hozirgi do'ppilarning ichi asosan qizil bo'ldi. Ma ichi astri oq do'ppilarmi bo'lib ekan. Butunlayla undaq qizil bo'lmabdi ekan. Keyingi davrlarda hamda astrini qizil qildigan odatlar shakllangan bo'lishi mumkin. Ma kula, mana kula deganimiz mana uzun kulasi shu. Ma zarbab zarda degan do'ppilar. Ularning naqshlangan, lekin bularning ichida
ko'rsatishimdagi maqsad shu bugungi kunda kiyayotgan do'ppilarimizning nusxalari nihoyat kam uchrayli yo'q degidek. Shu taraqqiy qilib shu xil holatdan bara-bara bugungi hozirgi ba'zilar ham yangi shakllangan do'ppilarimiz bor. Masalan, atlasda do'ppi tikadigan ish u vaqtida yo'q ekan to'q. Yani ketib qaldingizmi? Yo'qtiramda. İnternet yo'qmi? İnternet mening bor internet. Ovozim kelyaptimi? Kelyapti, ha. Mana. Siz davomlashtiravering. Maqul. Hamda bu vaqtida shu chash o'rishkim nihoyat ahamiyat berib ekan. Buning misali sifatida men shu juvon to'yi, ham juvonchi ko'ylakni bir tanishtirib o'tay. U rasmdagilar bu yaqinqi zamonda, hozirgi zamonda Xotanda tortilgan juvonchi ko'ylak. U vaqtdagi juvonchi ko'ylakni men shu vatandagi muzeyning bir rasmida ko'rgan, shu vatanda saqlanayotgan o'xshaydi, lekin men chet elda u xil juvonchi ko'ylakning rasmini topolmadim. Hamda bir tushuntirib o'tsak, u vaqtida shu Uyg'ur ayollari oiladagi o'rnini hamda tiklash uchun eri o'tkazib berdigan juvon to'yini. Xeyli vaqtlargacha davomlashib ketdi ekan. Bu juvon to'yida asosligi eng muhimi ayollar Iroqiy deb bir xil mundaq sharpiga o'xshaydigan, o'shqiga keladigan bir xil ashtaq sharpidek ro'mol bor ekanda, shu ro'molni otgan, ba'zilar lichak otgan, ham shu juvonchi ko'ylak deb yondan izmilindigan, uningga tugmasi o'xshamaydi ekan, maxsus mushtaq nashbi shakllik ashtaq yoqut qo'yib, 5 tal qizil yoqutning cho'risiga yeşil yoqut qo'yib, ashtaq yasalgan tugmalarni bekitdi ekan, nihoyat hashamat ekan, o'tkazib berdi ekan u to'yni. Ba'zi yerda 3 kun qildi ekan, ba'zi iqtisodiy yer bermaganlar 1 kun qildi ekan. Ashundaq qanday kuchining yetishicha o'tkazib berdi ekan. Men Xotan tarafda juvonchi ko'ylak deb u hozirgi Keriya parijasiga o'xshash, lekin buning bir tarafda ham jiyaklar bor, 7 tal jiyak tutilgan. Bu 7, 9 degan sonlarning xosiyatli son ham Uyg'urlarning madaniyatida 7 sonining nihoyatda o'rni yuqori. 7ni bak aytib olaymiz. Shunga 7 tal bo'lishi mumkin. Uning teshiga andin andaq pariji kiyib oldi ekan. Ham juvon to'yida yana hammadan muhimi beshiga mandaq chashtanga deymiz. Chechini o'rib ayollar juvon bo'lgandan keyin ham bir navri ko'rib yoki bir 2 farzandlik bo'lgandan keyin o'tkazdigan juvon to'yini. Shu chechini 2 o'rib chetib oldi ekan. Ham ba'zilar yog'an chashdim, atmi chash deydi ekan to'q. Ba'zilar qo'ttazning chechini akapmi ulaydi ekan. Qancha uzun bo'lsa, qancha ko'tarolmay ashtaq kayniga dojib mangsa yaxshi ko'rdi deb tasvirlabdi hamda materiallar. Buni chulami deb qo'ydi deymi? Chashqi taqaydigan chula. Jala deymiz. Jala chashtanga go'yakmi deydi ekan. Xotan tarafda go'yak. Mavi normal bir tugma ham maktubda deb o'sha tugmalarga qanchalik ahamiyat berganimizni hamda ko'rib olib bo'ldim. Bu juvon to'yi da kiydigan ton manada keyingi hamda bu izchilliklarni bir qo'r o'tgan qatimda tanishtirib o'tdik. Hamda shu hozirgi zamon kiyim kechaklarda bu gavdildi. Bo'libmi mayilqi o'ribekki bo'lgan varislik qarsak bu kachung tumoqlari bular hammasi egiz o'ri holatda bosh kiyimlar. Bu xil odatdamdi. Shu shamandindan qolgan daraxtlarga cho'qinish hayotlik daraxti deb daraxtga o'xshash shuningdan tadrijiy o'zgarib mangan, shu xil aqidani saqlab qolgan deydiganlar bor ekan. Lekin shu kachung tumoqi eng qadimgi tumoqlardan bir ekan. Bu kiyim kechaklar bilan birlikda shu to'qish, tikish hunarvanchiligi baydab o'tdim. Shu babkarlik risolasi bor, bo'yoqchilik risolasi. Mushularda tafsili qanday bo'yaydi raqni, sargazchilik qanday, mushular nihoyat tafsili. Hamda hozir yo'qolib ketayotgan bir hunar san'atlarimiz mushularni qo'g'dab, boshqalarga tanishtirib, bizning deb ega chiqib,
turishimiz kerak deb o'ylayman. Mana urchuqlar muzeyda saqlanib atgan bizning nima chaq urchuqning rasmi o'tib ketib qolibdi. Mana bu Lobnerdan keltirilgan yipak yiplar, bu atlas to'qiydigan buni tezgah deymizga, tezgah yoki do'konmi deb qo'ydi. Nayt ko'p uchraydi. Yik degan atalg'ular bek ko'p uchraydi shu to'qimchilik risolasida. Bu dazmal bizning Qashqardan keltirilgan dazmalga chuyun dazmal. To'g'ri, ishchik o't silish mumkin. Men shundoq tushundim. Yip egirayotgan ayollar endi bu hozirgi zamonning kiyimiga vakil qilib shu atlas bilan do'ppi haqida biroz to'xtalsak, chunki boshqa kiyim-kechaklarimiz endi bizning kiyim-kechaklarimiz degidekmi kiyim qolmadi deb qarasaqmi bo'ldi. Ko'pincha sahna kiyimiga qarasam yoki murosim kiyimlari, masalan, keriya parijasi, talpak, ularni murosimda kiyimiz yoki mashrablarda, masalan, kucha mashrablarda boyi buddizm davrida kiyimlarni tonishtirib o'tdik. Shuning ba'zi iznalari saqlanib qolgan ekan. Kucha mashrabida boshqa mashrablarga qaraganda kiyim-kechakka nihoyat ahamiyat berdi deb qaraydi ekan ham tadqiqotchilar. Cho'qim o'tib kiydi kucha mashrablarida, boshqa mashrablarda o'zining kiyimi bilan kirib ketadigan ishlar bor deb. Shu rayonda yana shu xil an'anaga varislik qilib etibdi hamda yuqorqi bayonladimi Uyg'ur ayollarininki izchil shu kiyimning materialiga, nafsligiga, turmushga qulay, so'ringa mos keladigan kiyimlarni kiyishga ahamiyat berib kelganligini ko'rib olaymiz. Iroqni tushuntirib chiqdik. Endi bu atlasninki Uyg'ur madaniyatiga kirish tarixi qachonlarda deb o'ylaysiz? Ma'qul, men hozir ma'ni tip bo'layman. Endi o'sha atlasga kelsak, endi atlas degan gapning o'zidan boshlay deyman, endi atlas etnologiyasidan. Endi atlas hozirgi kunda qarasak, Uyg'urlarning bir simvoli bo'lib qoldi-ku. Yillar jarayonida shakllangan shu Uyg'urlarningki estetik qarashi bo'lsin, masalan, texnikasining taraqqiyotini ko'rib olg'il bo'ldi atlasdan. Ham Uyg'urlarningki shu pesqik alayidligi boy deb o'tdik nusxalari deb. Shu nusxasidan bizningki endi turmushda nimani ko'rsak, shuningda aks etadi-ku. Masalan, o'ylimizdagi gullar, bog'chimizdagi meyvalar, etizliqdagi paxta kevazlar shu atlasga nusxa qilib tushirilgan. Tabiat tushirilgan. To'g'ri, tabiat o'zimizda hayotga bo'lgan muhabbatini ko'rsatdi, bu rangdorlik. To'g'ri, tabiatni so'yish solib toshgan shularni ko'rsatdi. Istiga aks ettirilgan, to'g'ri. Uyg'urlarning madaniyatining bir simvoli bo'lib qoldi. Endi shu gul nusxalari bo'lsin, tikish, to'qilishi bo'lsin, o'zgacha endi dunyoda bir yagona desak bo'ldi. Men hozir tushuntirib o'tay biroz farqini endi boshqa millatlar. Dunyoda bu atlasning endi shu nusxalarini aykat deydi ekan. Endi hozir aykatda biz desakmi, nurg'un millatlar Janubiy Amerikada, yana boshqa yerlarda to'qiydi ekan. Lekin bizninkidek endi to'qish usuli o'xshamaydi. Faqat 60 santimetrdan eshib ketmaydi, tar, ham qo'lda to'qiladi. Endi shu ishlikda endi o. To'g'ri, dunyo bo'yicha endi shu nusxa hech qanday bir xaritaga qaramay turib, shu bizning vatanimizda to'qilgan atlaslar, qo'tan atlasi to'qib olib, endi nusxa chiqaradigan texnika deymiz ekan. Endi bu atlasning atlas degan gapni nerdan kelgan deganda, ba'zilar buni farschadan turkcha kelgan degandek qarashlar bor ekan. Lekin endi bu atlas to'qish texnikasi farslardan kelgan degan gap emas ekan. Shu farslarda mana bir xil gul raqqa gul bosadigan texnikani, shu xil raqni atlas deydi, atlas deb. Turklarmi bir atlas deb
Riqiba ekan, ipek Anadolu'da aralash. o nuskhalar okşap Anadolu'dan bak. To'g'ri, shu Parisdan kelgan deydigan qarash ekan. Yana birisi hamda men hamda biroz qoyil bo'lgan qarash bu etdan birisi et deymiz, badan. Badandagi et bilan las degan gap shu xo'tanchida lig'irlab turadigan degandek ma'ni ekan shu. Badan chaplashmaydigan deb. Bu ikkisi qo'shilib shundoq badan chaplashmaydigan deb atlasning xarakteriga noitdi mos keldi ekan bu so'z. Ba'zi qarashdikilar Tökülüp turdu, to'g'ri, shu qarash biroz kuchli deb qaraydi ekan. Endi eng dastlabki atlaslar nima jung atlasgan to'q. Keyin ananki yipak atlas bo'pti ekan. Eng qadimgi atlaslar shu jung atlasgan to'q. Endi bu atlas texnikasi qachon paydo bo'lgan deganda umuman ma'lum, endi materiallar yo'q ekan, lekin shu Xotanning GIS'ini bilamiz. Atlas to'qish texnikasi eng dangliq hamda yezlarimizdan birisi. Shu GIS'dagi ustamlarning deb berishicha, bu xil texnikani ular avloddan avlodga miros qoldirib o'rganayotgani 800 yillar bo'libdi. 800 yillik tarixga ega deyishga bo'ldi ekan. U vaqtida bir tazkira bor ekan. To'g'ri, ularning bir saqlab kelgan bir oilaviy tazkirasi bor ekan. Shu tazkirda hamda mushta kimxab, moka deydigan gaplar, qora atlas degan gaplar nihoyat ko'p qo'llanib ekan. Shuning qaraganda eng dastlabda qora atlas shakllanib ekan. Uningdan keyin hozirgida qizil atlas, seriq atlas, anandagi yakan atlasi hamda yaqinqi zamonda keyin eng kaynida shakllangan yakan atlas texmo nusxalari texmo sho'qroq. Endi shu Turpanda bir atlas parchasi tepilib ekan. Buning tarixi ham 2000 yillik deb hukm qilgan arxeologlar. Sampul. Shuning qaraganda endi Turpandagi 2000 yil bo'lgan bo'lsa, Xotan tarafdanmi tepilganlari uningdan burun bo'lishi mumkin deydigan qarashlar bor ekan. Endi shu sanskritcha ustozlarimiz obdan bildi, shu vasiqalarda Sina deb yozilgan. Ba'zilar buni Sina deganga qarab bu Chin sulolasidagi bu Chin deb ashundaq maqol yozganlar bor ekan. Lekin Chin sulolasi aran 14 yil mavjud bo'libdi ekan. Shunga bu shu Xotan Qashqarni ko'rsatdi deb shu Steinning Serindiya degan shu Xotan degan gap shu kitobda shu Xotan haqida maxsus shu Seris yurti deb shuni isbotlagan ekan hamda. Shuning qaraganda shu Zülhayat, ovoz yo'qolib ketdimi yoki? Ovozingiz kelmayotdi menga. Deydigan hamda isbotlar biroz kuchli ekan. Undan sirtma shu Xitoylarga hamda janubiy shimoliy sulolalar davridamdi. Shu vaqtlardami shu bir qitimda shu bizning g'arbiy yurtdan 4300 top yipak yo'tkiganligi xotirlangan ekan. Shu nimalar maxsus atlas usuli bor ekan u vaqtida shu atlas usulini atlas bazmisi o'ynab ekan hamda. Shuning qaraganda bu hamda yipak yo'lidagi atlas savdosining tarixining nihoyatda uzunligini ko'rib olaymiz. Hamda buningki to'qilish jarayoni hamda turlarimi biroz murakkab ekan. To'qilish jarayoni hamda atlasning mashhurdan chiqadiganini bilamiz, ham yipak. Shu bir tal g'o'zakdan 600 metrdan 800 metrgacha mashhur chiqadi, yeb chiqadi ekan, to'g'ri. Andan uni orqadan sortlab, bo'yab, to'qib, padozlash deydi ekan. Padozlash deganga tuxumning eqiga chilab, uni urib chiqadi ekan, uni quritib, qatlab, yana rang berib degandek japaliq hamda qo'lda tikkan. Keyin O'zbekistonning atlaslari ular ini kang bo'ldi, 1 metr. Ular hamda zavod atlasi degandek.
Şuna hem de nusxısıga atlas yana nusxısıga qarapmı bölündü. Bayımı dep ötüp getdik. Qara atlas, seriq atlas, qızıl atlas, yeken atlası dep. Yeken atlasının türülam özünün hem de onun çıqıl türü varken. Resimni bir. Men qılıp kelay. Hakikaten atlasning türlerine aitdi, jihga ranglar, aytım ranglar. To'g'ri. Materialimi keng. Ayrım tadqiq qilish kerak hamdi. Onun üstüge her bir rayonun yani farkında siz daha To'g'ri, rayon karakteriga ega yeken. Karakteriga ega bularning bütün o tarix bilan munosabatli, madaniyat bilan munosabatli. To'g'ri. Bizda bek mu tabiatga oid nusxalar bek ko'pkan. Mesela paxtagullik atlas deymiz, anargullik atlas deymiz. Şu özümüzge yakın neslerini şunu çekip mesela Kanvay nusxası gerçi hem de başka milletlerden bizge 50-ci yıllardan keyin kirgen bolsunmu, lekin onu biz qadirlab işiltip o Kanvay faqat texnikinin ismi hem de mundaq çapraz şekillik töşük atlap tikiş usulü. Onu hemme milletlerdegidek ba hem de bizde mu yömep sancıp tikiş degendek keşişçilikning isimleri ba hem de qomul tarapda. Şunun okşaş gerçi o texniki bir bolsunmu, lekin nusxalary okşamaydı da. Onu biz özümüzning bir qismi qılıp qabul qılıp bopdikenmiz. Hem özümüzge yaraştırıp kiyip bugünkü günde o Kanvay atlaslar hem de bizning dep kiyimiz onu hata emas menimçe. Bazılar hem de bu başkalardan kirgen bizge. Ya bu texnika başkalardan kirgen boluşu mümkün. O ranglar, ularning hammasi zadi batdi Uyg'urlarning hayotida hem de o texnikini onu birleştirgen gap. To'g'ri, ama o yaqinqi zamandagi rasmlarda ko'rdik, o zamanda ancha ko'p uchirmaydi ekan Kanva atlaslar. Lekin barkan hamda atlaslar keyinchi Samarqand do'ppisi, Samarqand atlasi deb ular kirib, balkim shundoq o'zgarib nusxalari, ularning nusxalari bilan aralashib shundoq bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin barkan bizda shu nusxalar. Emde Bay kösetken Uygur devrideki bir ayalınki kiyimi var böyle yaksının çörüsüyle ciyek tutkan. Aşırı işte asli. Muş hazır bizim Kanvay köyneklerimizde işlevatkan nersiler karan okşaydı. Yani bunu hem de başkalardan kirgen dep karşı ben koşulmayma bununla. Teknika kim kirgen boluş mümkün. Çünkü kim asarak bir nersin işlep çıkış gelir. Vaqt az getidigan sermaye az getidigan bolsa şu derhal qabul qılındı endi. Kanvayning tekniksi belki sırtdan kirgen boluş mümkün ama onunki nusxalar o keşti biz keştiçilik mi aitdi nime bizde tarakkigan şularni endi texnik bilan birleştirip kiyimlerimizge işlepdimiz keyinki vaqtlarda. To'g'ri. Bek aziydi endi özümüzden kiyimlerini u yerning kiygan bu yerga kiygan deb onu inkar qilsak mumkinchiligimiz bek tarayıp kütüdüm. Endi doppa degenimiz endi yuqorqi davrlarni bir qur nazar selish orqali ko'rdik. Börk degan so'z Türk tili divanında börk keyin shu doppa degan so'z keyinchi o'zgarib ketgan. Doppa degan so'z ama shu Emin Tursun apandining deyishicha to'pa degan so'zdan o'zgarib kelgan. To'pa. Bu mu aqlga muvaffaq deb qarayman ham deb. Tumaq endi bugungi kunlikda shu qolgan bosh kiyimlarni aziyib ketibdi. Ko'pinchisi yezi qishloqlarda ko'proq kiysimi, lekin shahardagilar ko'p kiyib ketmaydi hamda tumaq deymiz. Boshqa ayollar shu kamchat tumaq, so'sar tumaq ularni ancha kiyib ketmaymiz. O'zimizning yerlik hamda do'ppilarini, masalan, Atushning mampu do'ppini ko'proq kiydi. Yakanning badam do'ppini ko'proq kiydi. Degandek mana rasmlarni bir yutguyday. Mana u endi bugungi kunda bor do'ppilarda gilam do'ppa, chiman do'ppa, mampu do'ppa, marvayit do'ppa, unchi do'ppa, qomul do'ppisi, kashtilik do'ppa, ilininki g'ulji do'ppisi, atlas do'ppa. Bu bak yaqin hamda 2000-yillardan keyin paydo bo'lgan bo'lishi mumkin.
Şu doppuningmi hamda atalg'usi bor-da har bir kasbninki. Men bunun bir tayyorlab buni to'g'rida tarqatgan. Har qaysi ba'zilar şu keştisi dep qo'yamiz, jiyek dep qo'yamiz, lekin dopda bundaq jiyek desek bo'lmaydi ekan, kezak deymiz ekan. Şu ostidagi şu nusxalarini kezak, doppuning keziki, to'piliki deb to'g'ri atishimiz kerak ekan. Dop tikish usuli bu mana aytdi hamda qo'lda tikadigan murakkab hamda buni o'tib ketaylik. Hamda şu ustalarning do'ppi tikadigan şu ustalarninki yaş kerakda bundan keyin uni avloddan maxsus Qashqarda dop ko'chasi deb ko'chalar bor hamda bundan keyin ular hamda bormi hozir uni bilmaymiz. Hamda eng qadimgi dop qachon shakllangan degan savollar men burunmi anglagan, so'rganlar bo'lgan. Bizda bor hamda bizga oid bo'lgan eng qadimgi dop bormi shu yotgan qabristonligi deymiz, yotgan dandan o'ylik deb shu Aurelstein borgan 1907-yili. Shu yerdan chiq haykallarni akitib tikkan. Shu haykallarning beshida ashtaq do'pi bor ekan, beshida ashtaq jiyak bor. Qo'ng'iroq usul o'ynab turgan Budda diniga oid bo'lgan haykallar. Shu yerda tafsiliy tasvirlagan Stein shu jiyak endi qulog'ida halqisi bor deb shu usul chiqilsinki. Shuning hamda tarixi milodiyaning oldi keyniga to'g'ri keldi ekan. Shu do'ppilar hamda eng ibtidoiy bizga oid bo'lgan. Undan keyin turpandimi tepilib tikkan haykallarda o'z vaqtida shu Loyangga borgan san'atkorlarimizmi beshida chiman do'ppisi bor, qalpoqlari bor, malxaylari bor deb tasvirlab tikkan ham Xitoycha materiallarda. Ham bu turlari borgansir ozayib do'ppilarimizning hamda 50 necha xil turi bor ekan to'q. G'azi Ahmad apandining shu do'ppi haqida yozgan bir tadqiqoti bor. Shu kishimi hozir hamda faqat 20 necha xilli qoldi deb tikkan hamda. Badam do'ppining o'zila ham 10 necha xil turi bor. Cho'chiri badam, tog' badam, to'r badam, har xil turlari bor. Hamda hozir bizning ko'rayotganimiz hamda eng yangi hozirgi zamondagi hamda shakllari. Hamda bu yilqi o'tganda to'rlardan tarqalib yurdi. Nima uchun bundaq 4 tarafiga mau abay yaqinqi zamonga oid rasmlarda qarasak, undaq 4 talaliq deymizki, o 4 tarafida gul yo'q do'ppilarmi bor. Barabarami shu 4 talaliq gumbaz shakllik islom diniga kirgandan keyin do'ppilarimiz nima tomoqlarimiz mush gumbaz shaklini elib başta yumulaq bo'lgan bo'lsa, barabara uni abjil yonchiqqa silib qatlig'il bo'ldigan qilib, o'sha 4 qatlaydigan qilib, 4 qirliq be. 4 qirliq, to'g'ri, 4 talaliq qilib shunda qilib ekan. Ham bundaq bo'lishining sababi 4 degan sonmi bizning madaniyatimizning ayta xosiyatli bir son. Shu taraflar janub shimol g'arb dunyoning simvoli 4 taraf. To'g'ri, qadimgi Uyg'urcha materiallardan shundaq. To'g'ri, nima 4 qatlabning degan dunyo ma'nosida qo'llanilgan. Ko'p madaniyatlarda ham shu 4ni muhim bildik-kan. Ham shu 4 tadu deb qo'yamiz. Qutatqi birlikda 4 personaj bor, hamda shu 4ning ham kelib chiqish jarayonini aytdi. Cho'nqurgan, shuningga mish qilgan. Bu hamda ichidagi rangi qizil do'ppilarning hozirgi zamondagi. Nima uchun bunday qizil rangda asla qilamiz deganda hamda bu qizil asli jang demak, urush demak, shunga jangga simbol qilingan bu qizil hamda qon. Ayollar shu erlarni jangga uzatib qo'yganda bunda qizil tikkan. Yana birisi hamda shu diqqat qilish, hushyor bo'lish degan ma'noda ko'pincha do'ppini ayollar tikidi. Ularning erlari bu ayollar tikkan do'ppini ko'rganda har zaman diqqat qilay, hushyor turay deb degan bir nemaga keladi. Xiyolga shunga qizil tikilgan deydigan ashta qarashlam bor ekan hamda Emin Tursun apandi bu vaqtda bak ko'p izlanib tikan ham deb. Buni bildigan odamlarni ko'p qolmadi deb o'ylayman ham yosh cho'nglar. Mushunchilik bo'lsa, endi mau tema biroz
uzun. Endi biz şu nurgun kiyim-kecheklerini tonuşup çıktık. Muşularni jygyp, muşularning hemmesi kiyim-kecheklerimiz hazır qarasak, şu folklor şunaslıkka hem de ait bolup ketdi de bu medeniyet bolup şekillenip boptu bizning kiyimlerimiz. Nurgun ýylky makal temsillerimiz bar, perhizlerimiz bar, kiyim-kechek adetlerimiz şekillenip boptu. Bu şuna bu kiyim-kecheklerimiz addi bir latipite emes. Bu folklor tüsüne algan, bizning folklorumuzga singip kirgen muşul alaylıkka igi boptu. Endi bularni misal qısak bek köp, endi kiyim-kechekge ait makal temsillerimiz bar, nurgun renge ait perhizlerimiz bar, kiyim-kechekning bularga köp wagt ketidi. Lekin biraz endi haberdar bolup qalsak boldy dep oýlaýman. Moşunçilik bolsa suallar barmy okundum. Mana ýok diýdim. Kiyim-kechek medeniyetine ait muhim. Biz ötkenki programımızı dep ketkendik. Kiyim-kechek hem de bir milletninki belgisi. Onunkin maddi medeniyetninki taraqqygalygyny köstüdi. Kiyim-kechekninki xylları, türleri, bizninkiliki zibo-zinetlerimiz, onunkin işletkensiz dep ötüp ketkendek rahkına ait ähmiýet berişi, materialga ähmiýet berişi, onun tikilişige ähmiýet berişi, her ýaňy pasollaryň kep çykyşy, bularnyň hemmesi jemgyýetiň taraqqygalygyny, ykdysady jähetde taraqqygalygyny köstüdämdi. Ýana birsi hemde tabiat bilen bille ýaşagan Uýgurlaryň aty-bowlary, Türkleriniň aty-bowlary tabiatna goguluşyp, tabiat bilen bille ýaşagan. Şonuň üçin bütün bu kiyim-kecheklerde şunçilik reňlik, şunçilik çyraýlyk, bunyň hemmesi şu tabiat köýgen reňler, tabiat köýgen gül-çiçekler, tabiatynyň rengini özüň hayatyda eks etdirgenligi de hemde kiyim-kechek. Hakikaten naýaty muhim we naýaty kadymky hunlardan burunky miladyn burunky wagtyny tatyp hazırgaça ekeldiňiz, hemde keyinki devirlerini biraz jygynçakladyňyz. Aslında nurgun sözleştiği nurgun nemi bar? Bunun öz ulam hemde bir saatini alıdı eger sözleşsek. Çünkü yani rayonga qarap, nemeslige jinsi ayrımysı qarap, okşamaydı, yaş farkı qarap köp wagt ketdirgen. Bir qur düşençik igi bolsak dep oýdum. Onunki meýdi bir hoten atlas nemişki asan rengi çıkıp ketdi dep bir sual kepdi. Bu kolda tikken, kolda boýgaşka togra onu juguly bolmaýdy. Hoten atlasyny pakatlam emdi bir qatymlam. Ma keyinki atlaslar zawutlarda ulaylyk texnikalary ýokary öňmeýdigan ma tabii materiallar bilen mesela anarnyň şöpükide aşyl materiallarda, tabii materiallarda boýgaşka o rengi asan öňüp gitdiken. Ha, ýene bir Hem de boýlaky keyinki wagtlarda belki boýaklar burunqydek belki bek ýaxşy bolmaslygy mümkin. Hem ýylyky äzerek bolsun dep işletken boýaklar belki süpetsizrek şunun üçin işde bolamki dep oýlaýmyn men. Eger hakykatly mümkin emas. Çünki neçe ýyllyk atlaslarmy tepilipdi, olanyň rengi öňüňçe kepdi. Bütünlüğü ýylyky kollangan materialnyňki bek süpetlik bolmaganlygydan kep çykan nerse. Onunkin men hayran kaldım. Meýede ýakyndan buyan körlüşkü başlagan Hytaýnyň ýylyky toýun dini sembol kılgan müzekker mühennes işareti düşürilgen dopu çıkıp kaldı. Bunun asası barmı dep sorapdy. Bunu men bilmeýdikenmi? Muşundakmy iş barmy? Men unda dopunu kömepdimen. Kaysy boýdy bu? Ýylyky ah bilen kara aralaş. Yin yan haylıkı nemi çoyluq emini tankımı köstüdügan ha. O hem de Xitaylarınki maýaky Taoizmga simbol kıldıgan bir belge Uygurlar hem de tarihte bir mezgil hem de işinip diken şu dinga, lekin uzun müddet onunga şengini bilmeýmen. Lekin o wagtlarda hem de şu xil nusxany kollanıp dop şekillengenmi?
Ya u xil nusxalar kömü doqan hazırgacha bolsa muzeylarda uçrab boğuydu. Mence şu keyin hamda bilmaslikdan kelip chiqqan bolushi mumkin ba'zi. Yoki hamda Bu chiroyli hem ko'rinib yakın vaqtda qanchalik yaqinligini uqmayman, men faqat ko'mab ekanman. Bu endi hozir agar men bizning vatanda mushundaq narsa tarqalgan bo'lsa, bu Xitoy hozir bizning madaniyatimizni o'zgartirishga kirishyapti emasmi? Nurg'un jihatlardan o'zini bir narsani qo'shib, masalan, Uyg'urlar turk emasdi, Uyg'urlar boshqa bir millat, bu hatto biz bilan yaqin millat deganga o'xshashliqi o'zining safsatasini o'tirib qo'yishga boshladi emasmi? Bu onun bir partisi bo'lishi mumkin endi. Bo'lmayli to'g'ri, unim yo'q degil bo'lmaydi. Ishlar bor debchi endi. Hozir hamda nollarnimi ular yoqadigan bo'lib ketdi, u do'ppilarnimi mashinada tikyotgandikin karxanalar ularmi do'ppi tikyotgan bo'lishi mumkin, unimi bilmaymiz endi. Şu onundan keyin muqamni o'rganishga boshladim. Muqam hamda bizga xos bo'lgan aytma tas narsa hamda muqamni aytib nima qilishga boshladi, tamburlarni chelib tutda, chelib degandek. Bu hamda shundaq bir narsa bo'lishi mumkin, ammo tarixda bundaq bir do'ppi bormi? Yo'q, undaq ko'mi do'qqan. Munosabatlik hamdalik dalil isbot talab qilamizda. Bir yerda shu biroq qazilmalardan chiqqan bo'lsa ham tarixda ishiltib ekanmiz deb. Ham shu dinga bir e'tiqod qilgan bir tarixlar bor ekan, ham lekin u do'ppini ko'rib baxmidiq ham deyim. U ham islomiyatdan burungi buddizmga e'tiqod qilish islomiyat. Albatta. Keyin ondan keyin do'ppini taraqqiy qilishi, hozirgidek tus elishi, naqshlarning ishlanishimi keyingi vaqtlarda to'g'ri keldi. Siz deganga o'xshash egiz do'ppidan mundaq gumbaz shaklli to'g'ri, islom diniga kirgan putrab turolmaydigan bir nazariya bo'lishi mumkin. To'g'ri, shakli shu butunlay islom diniga kirgankin butunlay kula shaklli mundaq kigiz do'ppilardan biraqlam gumbaz shaklli do'ppiga o'tib ekanmiz. Endi nusxalarini kelganda uning toza putrab turolmaydi. U Daoizmning nusxasini kiyib boqamiz. Bu muqaddas mecit mundaq bir narsani debdi. Bu nusxalarni men yekandiki masjidning naqshidimi ko'rgandim debdi. Masjidda bo'lishi to'g'ri. Masjidda shu Daoizmning nusxasi bormi-ki? Daoizmning shu bu nusxalarni debdi. Shunga qaraganda mushu biz davatgan Daoizmning nimasimiki? Bu nusxalarni debdi. Men yerkandiki masjidning naqshidimi bu belgi bor ekan. Bu belge hem de yana bir jihatdan qarasak, tanqonqun saqlaydigan dunyoning-chi. To'g'ri, hem de nima emasmi? To'g'ri, oq bilan qora, kunduz bilan kecha, hem de yomonlik bilan yaxshilik, go'zallik bilan sadlik, nafrat bularning hammasining simvoli bo'lg'achqa bu balkim shu nimadan qolgan bo'lishi mumkin. Balkim bu vaqtda ko'p izlanishim yo'qkan, hamda u nusxasininki qaysidir G'uljidagi Tungan masjidini sog'gan kishi sog'ganga unaqa bo'lsa, Tunganlarda balkim bo'lishi mumkin. Agar bir Tungan loyihalagan bo'lsa-mu, bu Tungan bo'lsa-mu, ular ham islom diniga e'tiqod qildi. Bir izlanib baqsaq bo'ladi ekan, shu belgininki yiliqi nemislarning bundaq belgisimi u asli surishtirib kelsak, ayt qadim taraqqiga bizning qiyotash rasmlarimizda mo'latan. Shu avvalgi bir belgisi, mehr tamg'isi deb qaraymiz. To'g'ri, shunda bu narsalar simbollar. Balki bir bog'lanishi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Qadimki do'ppilarda lekin uchirmaydi. Yaqinqi zamonda shakllangan bo'lishi mumkin deb qoldim endi. Buni endi bir tadqiq qilib, shu kiyim-kechak haqida nurg'un tadqiq qilishimiz kerak. Bizning yoshlarimiz endi Uyg'ur madaniyatini bundan keyin har xil temalar bilan, nihoyat inchiklik bilan tadqiq qilish kerak. Endi shular buning qanday ekanligini haqiqatan bu do'ppilar yoki shu masjidlarda bor shu rasmlar madaniyat bilan qanchalik munosabatli, bu qaysi davrlarda o'tirg'i chiqqan buddizm davridan qolganmi degandek savollarga endi shular bundan keyingi tadqiqotlar javob berdi-da.
Bizden bu programımız birinci tuncu ilan sanatını, reklamını aldı. Ben onu unutmasın hazır meyde dep koyay biraz görüşü başlaganda değil mi? YouTube kanalı kuruluptu. YouTube U-I bilen kurulgan bir kanal. Bunu kılan kişiler ismini söyleşine kalmayken belki kemterlik bilen şuna kılan buluş mümkün. Bu kanal Uygurca filmlerini, Uygurca kinolarını, onundaki balılarımızga balıla filmleri, onundaki karton filmlerini Uygurcalaştırıp tayarlangan bir kanal. YouTube yani YouTube deyimiz şu tübü nimedin ağan Uygurca YouTube kanalı okşaş. Onunla müşteri buluşunlarını karşı alımız. Ballarımız için, özünün kanıtlarını öğünüş için belki naiti ehmiyetli bir iş bu. Bununla müşteri bulup, ulanı kollap kuvvetlep ve balalarımızga şu kartun filmlerini köstüş getirişimiz gerek. Onun için 180'e yakın çoğunlar kördüğün Uygurca kinolarım var ki bu biz için ait yaxşı vətən her daim sevinip turumuz. Özümüzün tilimizi kino görüşüne özümün ait yaxşı bir fırsat. Şunun için bununla müşteri buluşunlarını arzu kılımız, kollap kuvvetleşinlerini arzu kılımız. Bunu dep koyay dedim. Ve muşnun okşaş işler çokum buluş gerek. Bu yaxşı bir iş yoktu. Yaxşı bir töhbü yoktu dep oylayım. Başka ahırda deydiğen, koşup koyduğun sözünüz var mı? Başka gapmi yok hamda qarindaşlarning vaqtini köp almaylı, xeyli uzun sözlüdük hamda lekin hamda her zaman unutmasligimiz gerek ki Uygur kiyim-kechekleri her zaman bizning faxrimiz, g'ururimiz, hem avloddan avlodga miras davomlashtirgan mirasimiz. Her zaman ismimizde tutuşumuz to'g'ri. Bir milletninki medeniyeti, simvolumuzda tipik belgesi. Şuna kiyim-kecheklerimizi yaxşı görüşümüz gerek, özümüzün kiyim-kecheklerimizi yaxşı görüşümüz gerek, özümüzün kiyim-kecheklerimizge ehmiyet verişimiz gerek. Onu hep bayramlarda yoki iş qilib fursat tapgan vaqtlarimizda kiyishimiz gerek, balalarımızga ko'z tutishimiz gerek. Uyg'ur kiyimining qanday bo'lganligini ularni bilish gerek ve Uyg'ur kiyim-kechaklarimizni unutib qolmasligimiz kerak. To'g'ri, davomli bu burishni tadqiq qilib turishimiz kerak. Öylerde bu kiyim-kechaklarni saqlab öylerimizde hep bayramlarda kiyip ular ulgu bo'lishimiz kerak. Ta kadimden hazırgıca davamlaştırıp nayt yaxşı söylediğiniz bu uzun çaş koyuş hakkında esimge bir nerse kelgendi onu mu devley bu hunlardan tatip biz yıllık çaş kesidiğen çaşını kısa kıldığan adet yok genço aşı işbara kalanın ki Doğru ayal nemiz var Xitay hükümdarı yazgan şunun da açtık biz çeçimizni bizden dolqunlap turgan uzun çaşlarımızı sizlerniki okşaş beşimizni açıp nem kılamaymiz, tügüp alamaymiz degen bir gepi var. Şunun qaragandymı bu hamda uzun çaş koyuş ta kadimden tatip ecdadımızdaki naiti ehmiyet bergen bir adeti, bir milli adeti. To'g'ri. Çaş kesin ait yaman köretdi mesela rahmetli apam bizden ailede maçtak çeçanlarını kesmanlar. To'g'ri. Yaxşı olmaydı. Çeçanlar çıkıp getdi dep şundaq deyildi. Bu nayt kadimi bir adet. Şuna bizim Uygur ayallarımız asli erler şuna uzun çaş koyduk ya. To'g'ri. Budizm davrida faqat podshohlar uzun çaş qo'ydiki, qolganlar qisqa. Budizmda bütünlüğe tushuntirgan adet var mı? To'g'ri. Ondan keyin azroq tushirib o'tadigan emas, keyingi vaqtda da qisqartiradigan belki erlerge nispeten hem kolay hem şu adette terakkiganki. Köp rahmat eğitime, onun dinkin, mavu hunlarninki kiyim-kechaklar münasebet yana noyun ula dep yana bir qalasiz, pazirik qalasini dep o'tkazganda.
Noyn Ula deb yana bir Moğolistandan tepilgan bir mazar var şu Noyn Ula degan yerde. Onunda en kadimki Hun adımınınki resmi düşürülgen bir parça rəxt tepilgan. Bularni bilishiniz mümkün. Onun bilan münasib davrdan yana nurgun kiyim-kechekler, ondan keyin kiyim jung kiyimlerning parçaları, ondan keyin ötükler, yana qilichlar degan o'xshash narsalar tepilgan. Şu Noyn Ula degan qal'a bilan munosabatlikmi hamda bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz onu ko'rib o'zi ma'lumot evasi bo'ldi hamda haqiqatan chiroyi shaklimi hozir Uyg'urlarga o'xshab qoldi. Kiyim-kecheklarni ko'rvag'ili bo'ldi. Hamda arxeologiyalik bu kiyim-kechek bilan munosabatlik bu delil isbotlar biz uchun nihoyatda muhim. Ama hamda bizlardagi nihoyatda bu sohada maxsus bu sohada o'qib, undan keyin bu sohada tadqiq qilgan odamlarimiz nihoyatda az. Onun üstüge vatanda, erkin azada kezip tekshirish ishlarini o'zimiz qilmaganligimiz uchun balkim chiqqan narsalar bizga oid bo'lgan narsalar balkim shu yerda yepilib qolgan bo'lishi mumkin. Ama hamda tepilgan boshqa hozir Mo'g'ulistonda jiqroq chiqyapti. Shu narsalar biz uchun muhim hamda Turkistonda hozirgi O'rta Osiyoda Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekistondagi qazilmalar yana bizga nimalarni ko'rsatdi. Bu yerlerde bizden ata-bobamiz yaşayan Köktürk xanlığı devirde, ondan keyin Uyghur devirde ve Qarxanlar devirlerinde buların hamısı bir devletin zemindi. Bu yerlerden çıkan kiyim-kechek bilan munosabatli ve Uyghur medeniyeti munosabatli narsalarni çoxum bizme hamda izg'olab жүріп o'qib bilishimiz kerak. Bizning hamda vatandagilar qaraganda sharoitimiz ko'proq hamda vatandagilar erishamagan materiallarga erishalaymiz. Yuqorida siz deb o'tgandek mush haqiqatan yana davomlashtirishimiz kerak. Ko'p rahmat amsa. Rahmat. Yaxshi ekanligini aytganlar bor.